Doğrusunu aytsam bugün özüm yig'ladim. Bugun 25-may. Ardaxiva tashrif buyurgan mehmonlarimizning taassurotlarini bilib olamiz. Ardaxiva haqida taassurotlaringiz qanday? Ajoyib şey. Ardaxivaga keladigan joy yo'q. Bitiruvchimisiz? Havang. Ko'p kelib turasizmi Ardaxivaga? Havang. Haftada 4 kun kelamiz. Ardaxiva haqida taassurotlaringiz? Ardaxiva hakkında bugün omadli günümüz ekan, voucher yutib oldik. 15 kishilik umuman parkdan. Bitiruv qanday o'tyapti? Juda zo'r, yaxshi, normal. Qizlar ko'proq yig'ladimi, o'g'il bolalarmi? Hech qaysi yig'lashmadi. Ardaxiva, Xushray, zo'r. Bitiruvchimisiz? Ava. Bitiruvda qizlar ko'proq yig'ladimi yo o'g'il bolalarmi? Hech kim yig'lamadi. Hech kim yig'lamadimi? Maktab bitkazganingizga necha yil bo'ldi? 20 yıl oldu bugün. Bu 20 yıllık sınıftaşlarınız mı? Hem de sınıftaşımız. Kazakistan'dan yine mimarlarımız. Biz geldik Kazakistan'dan. Ardaxiva haqida taassurotlaringiz qanday? Acayip zor. May so'nggi qo'ng'iroq bayrami o'tkazildi. Eng ajoyib joy. Maktab bitkazganingizga necha yil bo'ldi? 40 yil bo'ldi. Yana 3 tane. Yaxshi, yana